Do'stlar, shu Nexia'miz sotiladi. Yili 2007-yil. 75lik metan temir gaz ballonlari bor. Motorlar remontdan chiqqan, motorlar garantiya. Yaqinda remontdan chiqqan, noldan yangilangан, hadovoylar ham noldan taqlangan. Kuzovga kelsak 30% kraskasi bor. Eldikini butun zavodskoy pechatlarida turibdi, kontachkada turibdi mashina. Garantiya teshkirtirib olaverasizlar. Chirigan, zanglagan yerlari yo'q mashinaning. Stoyka hamma yeri sog'. Bu mashinamizning bahosini 30 million so'm baholadik. 30 million so'm deb qo'ydik. Ustini azmas kelishib qaytib beramiz. Do'stlar, yana bir variantlardan kelsak, ko'naroq misol uchun remontlayman, netaman deb yurgan mashinalarimiz bo'lsa, ustini kelishamiz, barter etamiz. Barter xizmatlari bor. Yetmaganda qarashib turamiz, azma yetmay qolsa barter etamiz deganlarga barterga da bo'ladi. Misol uchun Matiz Nexia bilan bo'lsa barter etib beraveramiz, ustini kelishamiz. Buning bahosi 30 million so'm. Yurgani 480 ming yurib turibdi. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar, bir like bosinglar. Mashina Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida turibdi. Nexia qidirib bilgan tanishlarga tashlab qo'yasizlar.